Sim ochil. Sim ochil. Bismillah. Muhammadjon, senga pasga qilyapman, cho'milasan, xo'pmi? Cho'milasan hozir? Ha? Bo'l. Suv kelinglar, buni Suv qilamiz. Biz olib kelaylik. Bismillah. Qo'la-qo'la. Mashtaga ketishib o'tirib zo'r narsa pishiramiz, xo'pmi? Hop. Assalomu alaykum, qadrdon. Bir mazza qilib tabaka pishirdik. Kim qishloqda hayotini sog'inmaydi? Kim qishloqda hayotini sog'inmaydi? Hamma sog'inadi. Allohga beadad shukr. Boringizga shukr, qadrdon. Qani ketdik. Bir ajoyib jo'jachalar tayyorlaymiz sizlar bilan 1 kilolik. Yasama tandirimizni tayyorlab sizlarga ingrediyentlarni yozib qoldiramiz. Albatta o'zingiz ham uyda zo'r qilib tayyorlasangiz bo'ladi. Istagan pripravka solaverasiz. Hadi boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Allohim izimizni yorqiy. Qanotchalar nonni o'rtasida yorib olamiz. Yonboshni olib qo'yamiz. Bom joylarini. Yengil ko'chalarni ochib qo'yamiz. Mana. Tuzlar yeyish uchun va ideal pishishlik uchun. To'sh qismini ko'proq ochasiz. Yaxshilab chayqaymiz, marinovka qilamiz. Mana. Buni marinovka qilib qo'ysak, tilib. Keyin o't qo'yib, o'tni yoqishni boshlaymiz. Muhammadjon, keching, jo'jalar yeysizmi jo'jalar? Kimcha yuzlaring shaltaq. Yemayman. Yemaysan? O'zim yeyman, xo'pmi? Nimada? Haz yemasan ekansan-ku. Urib olsak, yana ham yumshoqroq pishadi. Tezroq marinovka bo'ladi. Korianderda yeriga va murchni yaxshilab ezib olyapmiz. Buni gashti boshqa. Chesnokni ham shunga qo'shamiz, qalampirni ham qo'shamiz. Ana endi chesnok qo'shamiz buning ichiga. Qalampir bor. Chesnok bor, buni ham yaxshilab ezib olamiz. Hid qaraymi chiqayotgan. Ajoyib bo'ladi-da bu. Go'sht tandir go'sht, tandirlarga, go'shtlarga zo'r aytadi bu. Tayyorlangan ingredient pripravalarni yaxshilab surkamiz. Oldi orqalariga ponni. Vishnemskiy masurka massaj qilganmi sizni? Ana shunday qilamiz. Mana shunday qilaman. Mana shunday qilaman. Tabga ko'ra tuz, oldi tarafiga. Buni ham yediramiz. Tayski massaj. Tuzni sachdik, pripravani sachdik orqa qismiga. Tak, buni yediramiz-da, hozir orqasidan yengil ketchup mayonezi beramiz. Bismillah. Ketdi qo'shniga uchib. Pizza. Soat 1,5 soat marinovka tushiramiz. Avvalo qancha ko'p ushasa shunga yaxshi. Endi biz hozir ona vatandamiz. Kech qolib ketmaylik deyapmiz-da kechga. Bismillah. O't qo'yishni boshlayveramiz chiroyli qilib.
Bismillah. Yasaba tandirda avjini qarang, avjini. O, pasti chuqur. Cho'g'imiz tayyorlanyapti. Cho'g'lar deyalni. Ana endi bunaqa simchalardan foydalanib, oddiy temirlarga ilib olamiz ular. Bismillah. Tayyor. Har bir taomda mazzali, lazzatli taomda mashaqqati bor-da, u mashaqqatni kechib o'tish kerak-da. Olma tush og'zimga tush bilan hech narsa o'zgarmaydi, qadrdon. O'zi arzimagan taomga shuncha mehnat qilyapsiz deb o'ylashingiz mumkin. Yo'q. Bu yerda muqaddas oilaga tayyorlanyapti. Erinish yo'q. Ha. Shpagat tushilach, mana shunday ilib qo'yamiz. Chotini kerib. Qarang, mabodo ilhaq bo'lsangiz, uzilib ketishiga mana bunday teshib turib, aylantirib qo'yaverasiz. Baylab olyapmiz sana. Oddiygina, soddagina. Tandirda cho'g'i yaxshi bo'lsa, 40-45 daqiqada pishadi. Tayyor bo'ladi. Ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Cho'g'ini pasaytiramiz hozir. Pasaytirib nima qilamiz? Hozir mana bu tarafda ko'zi bor, bilasiz. Tandirda ham ko'zi bo'ladi. Mana men teshik qilib qo'yganmiz. Teshikni yopamiz. Yopamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir losurkamizni где-то 40 minut kutamiz, bo'ldi, ideal sochni bo'ladi. Yoshligimda normalniy dehqonchilik qilganman. Shano'ringlar, yorib tashardik. Hozir ham yosh biz ketdik. Tayyor mana. Qirq 5 daqiqa vaqt o'tdi. Agar go'shtni obyomi ko'p bo'lsa, 1 soat 1,5 soat qo'yib beraverasiz. Sim ochil. Sim ochil. Aha. Qaldirg'ochchalar, qaranglar yotishini. Ting. Bismillah. Sazanchalar qarang. Qani bismillahirrohmanirrohim. Qadrdon, yaqinlashing. Tabiatni qarang. Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Menimcha hammasini yuvsam kerak. Tayyorlab ko'rasiz. Qadrdon haylashmasa bo'lmaydi.
qanaqa taom tayyorlashimizni kommentariyada yozib qoldiring va bizni qayerdan kuzatyapsiz. Alloh rozi bo'lsin. Dard ko'rmang. Eng yaxshi inson bu sizlar. Salomat bo'ling. Paka. Alloh rozi bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Zo'r yuring. Siz bor, biz zo'rmiz.